Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlarga juda ko'pchilik muammosi bo'lgan xamir qilish apparatlarini keng assortimentda olib kelib qo'ydik. Bugungi videomiz mavzusi meshalkalar o'zi qanaqa tipga bo'linadi, nimalar uchun foydalanadi, qanaqa mahsulotlar uchun qanaqangi meshalkalar olish kerak, shular haqida va albatta narx-navolar haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi kun mavzusi bo'lib turgan xamir meshalkalar. Ko'pchilik aytadi, xamir meshalka kerak. Xo'p, qanaqa xamir uchun deb savol beramiz. Xamirlar tipi bor, yumshoq xamir va qattiq xamir. Bu ko'rib turgan meshalkalarning juda ko'pchilik уже tanib bo'lgan. Mana bu turetskiy meshalkalar 50 kilolik, 35 kilolik, mana bunisi 12 kilo, 15 kilolik turetskiy meshalkalar. Ko'rib turganlarni bu meshalkalar faqatgina yumshoq xamir uchun, ya'ni boxanka ishlab chiqarish uchun yoki novvoylar uchun mo'ljallangan meshalka hisoblanadi. Xo'p, bularning turlari o'sha aytib o'tganimdek turetskiy bo'ladi. Ikki xil firmasi zavodi bo'ladi. Chag'dash zavodi va albatta Nevnovoy. Ko'rib turganlaringiz ikki xil zavodniki bor. Bular nimasi bilan farq qiladi desalaring, masalan aytaman, bular bir-biridan unaqangi katta raznica qilmaydi. Farqi shu, ko'rib turganlaringiz qozonini raznicasi qozonida bo'ladi. Chag'dash qozoni Nevnovoy qozonidan ozginagina kaltaroq bo'ladi. Ya'ni balandligi bo'yicha ko'rib turganlaringiz 1 sm, 2 sm ga raznica qiladi. Hozirgi holatida kattaroq razmerli raznica qilganga o'xshaydi, lekin buni tag qismi ham ko'rib turganlaringiz chag'dash tag qismi pastroqda joylashgan, buniki sal tevaroqda joylashgan. Shuni hisobiga yana ham balandroq ko'rinadi Nevnovoyniki. Xo'p, bularda aytib o'tgandek shunaqa yumshoq xamirlar, aytgandek bulchkaga bilmadim, to'g'risi bulchkaga tavsiya bermaymiz. Buni asosan boxanka sexlari va novvoylar uchun mo'ljallangan. Novvoy non oddiy, yumshoq, yengil non uchun mo'ljallangan. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, eng kichkinasidan boshlaymiz, eng kattasidan boshlaymiz. Ikkala 50 kilolik chag'dashniki ham, Nevnovoynikining ham narxlari hozirgi kunda $790 tashkil qiladi. Undan keyingisi 35 kilolik bo'lib, 35 kilo xamir uchun mo'ljallangan. Bularga misol 50 kilo un solsangiz, bemalol xamir qilib chiqarib beradi. 50 kilo un siqadi. Ya'ni 50 kilo xamir uchun. Mana bunisi faqatgina tayyor turdagi 35 kilolik xamir uchun mo'ljallangan. Ya'ni aytaylik, bunga примерно 30 kilo 28 kilo un solsangiz, suv ichiga misol tuxum qo'shsangiz, tuxum shunaqalar bilan birga hisoblanganda 35 kilo jami xamir tayyorlab beradi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $640. Endi 25 kilo va 12 kiloliklari bor. 25 kiloligining narxi hozirgi kunda $590 tashkil qiladi. Mana bunisi kichkintoyi bo'lsa, 12 kiloligi hozir esimda yo'q, taxminiy hisobda $480. Narxi $480. Endi universal, ya'ni asosan o'zi bular universal deyiladi. Ko'pchilik уже bularni ham tanib ulgudi. Xitoy meshalkalari, sondiqchavali variantli Xitoy meshalkalari hisoblanadi. Bular asosan qattiq xamir uchun mo'ljallangan, lekin albatta buni o'z ishini xamir ustalari biladi. Suvni ko'proq qo'shsa suyuladi, ya'ni xamir yumshaydi. Eng kichkinasidan boshlaymiz. Eng kichkinasi mana ko'rib turganlaringiz ichida oldiga ham, orqaga ham aylanadi. Ha, bularda aytish esdan chiqdi. Bularda bir xil pozitsiyasi bo'ladi xolos. Bular bir tomonga aylanadi. Bu narsa xamirni aylantirganini hisobiga qozoni ham birgalashib aylanadi. Endi bu Xitoynikiga keladigan bo'lsak, ichidagi mana bu ko'rib turganlaringdek qo'llari oldiga ham, orqasiga ham aylanadi. Ishlash prinsipi mana shu tarzda bo'ladi. Mana shunaqa knopkasi bor. Oldiga, o'rtasida stop, bag'yaqsa orqasiga. Xo'sh, bundan keyin ko'rib turganlar xamir tayyor bo'lib, bemalol xamir qilsa, ruchkalari sinib qolmasligi uchun ichki tomonga qatirilgan bo'ladi. Uni teskari machasi qilsangiz bo'ladi. Xo'sh, bunimiz mana Xitoy mahsuloti bo'lib, 7,5 kilo tayyor xamir vazniga bemalol qilib beradi. Ya'ni umumiy tayyor bo'lgan xamirimizni og'irligi 7,5 kilo tashkil qilish kerak. Apparatimizni o'zining og'irligi ko'rib turganlar 43 kilo, tok sarfi 1100 watt. Ko'rib turganlaringiz sondiqli varianti. Buni 15 kiloligi ham bor. Hozir sotuvda tugab qoldi. Mana bunisi bo'lsa 13 kilolik xamir uchun mo'ljallangan. Ishlash prinsipi bir xil. Qo'llari oldiga va orqaga aylanadi. Переключательlar mana bu yerda joylashgan bo'lib, xamir tayyor bo'lgandan keyin aytishdan chiqdi. Buniki ham ilgarichi bor. Ilgari tortib turib, xamir to'kib olsangiz bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa funksiya ishlaydi. Ya'ni mana bu ilgarichini orqaga qilgan holatda bemalol qozonini
to'kib olsangiz bo'ladi. Xamirni shu tarzda ichidan sug'urib olasiz va albatta yana qaytarib joyiga qo'yib qo'yish oson. Men endi bitta qo'lda qilayotganim uchun ozgina noqulay bo'lyapti, lekin ikkita qo'lda ishlatsalaring albatta ancha qulay bo'ladi. Ko'rib turganingizdek qopqoqli bo'ladi. Keyingi variantlari mana bunisi xuddi shu variant, faqat bu kattarog'i 25 kilolik bo'ladi. Mana 25 kilo xamir uchun mo'ljallangan, to'liq 25 kilo xamir uchun. Mana bunisi kattaroq varianti. Ko'rib turganlaringizda buni ham ishlash prinsiplari bir xil, faqat qo'llarida farqi bor. Ikkitalik bo'ladi pichoqlari. Bu pichoqli tarzda bo'ladi. Ko'rib turgan, e'tibor bergan bo'lsalaring, mana 25 kilolikda dumaloq bo'ladi. 25 kilolikgacha bo'lganlarda qo'llari dumaloq bo'ladi. Bularda bo'lsa pichoqli bo'ladi variantlari. Mana. Ishlash prinsipi xuddi shunaqa. 1 va 2 ta skori bor. O'rtada tursa stop bo'ladi. Bunda endi sal 50 kilolik bo'lgan hisobiga xamirda qozonni o'ntarish uchun ikki tomonni ilgaklari bor. Shularni orqaga surgan holatda bemalol to'ksa bo'ladi. Bu apparatimiz 50 kilo xamir uchun mo'ljallangan. Bunga 35 kilo xamir sig'adi. Bu 25 kilolik birkasi, mana. Ko'rib turganlaringiz bir qator hammasini ko'rsatib o'tyapman. Bunga ichkariroq degan sal yaqinlashtirib beraman. Bir qator ko'rsalaring bo'ladi. Mana 3000 watt, ya'ni 3 kilowatt tok quvvati 50 kilo xamir uchun mo'ljallangan. Xitoy mahsuloti bo'ladi. Buni oynachalari bor, tevazida bemalol ichini ko'rib tursangiz bo'ladi. Endi bular hammasi 220 tokka ishlaydi. Orqasida turgan turetskilar 220 tokka ishlaydi. Turetskilar eng qizig'i yumshoq xamir tayyorlaganning hisobiga bularning tok sarflash hajmi eng katta 50 kilolikdan keyin 1.1 kilovat yoki 1.5 kilovatni tashkil etadi. Bulardagi bo'lsa, hammasi bular ham 220 da ishlaydi, lekin eng kichkinasi ham 1.1 kilovat, ya'ni 50 kilolik xamirda motori bilan jihozlangan bo'ladi. Sababi bular qattiq xamir uchun chuchvara, lag'man, aytaylik, cheburek, novvoy non emas, patr non, uy noni, shunaqa narsalarda xamir uchun juda ham ideal yechim bo'la oladi. Mana bunisi bo'lsa, xuddi shularning eng katta varianti 380 voltga ishlaydi. Mana ko'rib turganlaringiz, bu ham 50 kilolik. Buni har taraflama hamma yo'g'i nerjavika bilan qoplangan bo'ladi. 380 voltga ishlaydi. Aytib o'tganimdek 50 kilo xamir uchun mo'ljallangan. Buni ishlash prinsipi bir xil, faqat buni sal olib taroqli, knopkali, переключательli, majburiy stoplar, shunaqa narsalar bilan jihozlab, atroflarini to'liq nerjavika bilan qoplab qo'yilgan. Bularni bo'lsa, motorlari va albatta ko'rib turganingiz ichida shinaklarini atrofini o'rab qo'ygan, qolgan joylari, pastlari misol ochiq. Narxlariga keladigan bo'lsa, narxlarni aytib o'tmoqmiz. Narxlariga keladigan bo'lsa, mana bu 380 voltga ishlaydigan eng bahaybat katta nerjavika bilan qoplanganining narxi $840. Mana bunisi bo'lsa, $745 tashkil qiladi. 50 kilolik prostoy varianti 220 ga ishlaydigan. Bu 25 kiloligining narxi bo'lsa, hozirgi kunda $450. Mana bu 10 kiloligining narxi $335. Bu 7,5 kilolik kichkintoyda narxi $290 tashkil qiladi. Endi bu yerda ko'rib turganlaringiz spiral mikserlar turlari bor. B7, B5. Eng qiziq tomoni mana sizlarga ko'rsataman. B7 ni ko'pchilik ishlatganda biladi. Biznikini motor quvvati 800 watt, ya'ni venchida ishlash tezligi ancha tez va dadil. Ko'rib turganlaringizda har xil turlari bor. Undan tashqari orqada spiral mikserlarimiz ham bor. Spiral mikserda 10 litrligi ko'rib turganingiz o'sha B10 aytiladi. 3 ta vench nasatkasi bo'ladi. 10 litr, 15 litr, 20 litr va albatta 30 litrli shestronkaliklari ham bor. Albatta remenli turlari ham bor. 30 litrliklari bo'ladi. Bularni bizda katta turlari ham bor, ya'ni 50 litrligi ham bor. Buni 60 litrligi ham bor edi. 60 litrligi hozirda sotuvda sotilib ketib tugab qoldi. Hozir endi mavjudda 50 litrli. Mana 380 voltga ishlaydi. 3 ta nasatkasi bor. Buni ham venchiga, xullas hamma yo'g'i, даже zapaslari ham bor. Bizda bularni venchilarni ham aytib turibdi, sizlarga ko'rsatib o'tib ketay. Bularni ham venchilarni ham sotuvda zapchaslari bor. Kimga kerak bo'lsa, bemalol pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqa uchun qo'ng'iroq qilib bog'lanishlari mumkin bo'ladi. Endi konditerskiy sexlar uchun mo'ljallangan spiral mikserlarimiz ham turlari bor. Tez-tez aytib o'tib ketaman. Narxlarini
telefon orqali bemalol so'rab olishlaringiz mumkin. 54 litr, 45 litr, mana bu yerda 40 litrli, 30 litr, 20 litr nari tomonda yana ko'k qopqoqlari bor. Oldi orqaga aylantiradi. Bu spiral mikserlar asosan faqat bir tomonga aylanadi, lekin tezligi ikkita bo'ladi. Sekin va tez bo'ladi. Mana bu to'g'ri turgan ikkitasi ko'k qopqoqli. Mana bular funksiyalari, taymerlari bor. Taymerlari bor. Ichida spiralni oldiga va orqaga aylanish imkoniyatiga ega. Tezliklari ikkita tezlikka, ya'ni ikkita skоростьga ega bo'ladi. Bu turganlari usti serебристый, ya'ni yaltiroq rangda moslangani. Bular ham xuddi shunaqangi 220 voltga, hammasi 220 voltga ishlaydi. Oldi orqaga aylanadi. Ikkita tezliklari bor. Ko'pchilik spiral mikserlarni biladi, qandolatchilik uchun mo'ljallangan. Undan tashqari bizda babichka deb ataladigan katta turdagi xamir yeydigan raskatalkalarimiz ham bor. Xo'sh, videoda o'zlaringiz ko'rdilaring. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Albatta, video yoqqan bo'lsa, like bosishni va albatta podpiska bosishni unutmanglar.